Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun yangi harf olamiz. U harfning ismi Xa. Bu harf qoti ovoz, qoti o'qila. Yigirmanchi darsda aytgan edik. Jim, Xa, H harflari ular bir turli yoziladi. Faqat nuqtalari bilan gina ayriladi deb. Bu Xa harfi de u nak Jim harfi simon yozilacak. Jim harfining nuqtasi ostda edi. Xa harfining nuqtasi ustda bo'lacak. Nuqtasi ustda. Mana bu qo'lni biz aytdik biror harfga tutashir uchun. Bizda nuqtasi bo'ladi. Bu harf tomoqning eng ustki ilishidan chiqarga tegish. Xa, xa. Azroq tomoqni qiravroq aytamiz, u shulay chiqashak durust etib. Xa. Qoti harf shunga xa. Xi. Xu. Buning ustine de qotilik qo'yilgan belgisi. Ham o'qib qaraymiz. Kitobdan topamiz. Bu bizning 12-chi bit bo'ladi. Jim simon yoziladi. Jim harfi. Mana Xa harfi yozilishi buruk. Ayirmasi butunlay yo'q. Shu nuqtasindagina ayirma bo'ladi. Jim harfining nuqtasi ostda, Xa harfining nuqtasi ustda. Xa, Xi, Xu. Xabi, Xal, Xaraj, Xaba, Xabar, Xabar, Xashab. Ustda nuqta, shunga jim deb o'qiymiz biz. Xa. Xalaqa. Xa. Ustda nuqta. Xa. Xayru. Xa. Xatmu. Xamru. Xawfu. Mahraj. Mana jim harfi. Bu Xa harfi, bu jim harfi. Mahraj. Muxbir. Akhraja. Yukhriju. Akhbara. Yukhbiru. Yukhbiru. Istakhbara. Istakhbara. Ya. Yastakh. Yastakhbiru. Sin yumuşak.
İste, istehra, istehra. Bu harf cim harfi. C. İstehrace. Altta iki nokta bu yay harfi. Y. Yes. Sin yumuşak. Yumuşak okuyuz. Yestehri. Yestehricu. 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 Шуның белән дәрес тәмам. Бу сүзләрне язып чыгарга кирәк була дәфтәргә. Һәр сүзне кимендә 2 мәртәбә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.